Hocam. Ha. Hocam. Tasavvufta sotib oldi. Yakın belki. Ne? Oturma yakın. Aşırı. Aşıdan. Biragizda olaman. Ha. Asma kapalı. Çıkıp ketardi Yardım. Ağlama. Yaxshi bo'ldi-chi. Keyin bo'lmadi, ha? O'zbekcha ashulaga qo'ying. Bu ingilischa. Oynamanda. Hey. Babaş. Ne kadar? Ha. Ay. Babaş böyle sütlerle konuşuyor var. Ha. Neyle? Siz kanal şu küçüğünden. Ana oyca kirli. Buraya da buraya çiziyor da hiç kirli. Para canlı değil be. Otur kalkına şükür. Hani sen ne biliyorsan seni yavaş yakılayım. Bu arada işte. Çayını edeceğim. Kayağım çayını edeceğim. İşte Böyle bir şey canı yaşıyor olsa böyle kansız da bir taraf böyle bayağı değil. Şunu bakıyoruz yarım doğu bilette. Canım doğu olsa tamam bir kalacağım işte. Assalamualaikum. Rahmatullah bilan. Waalaikumsalam. Narsaga o'qitasizmi? Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Qo'jonim Namanjonda xonadonda yig'ildik. Mana Ravshanjon kamardan hozir chiqdilar. Mana bu yerda qaytamiz. Xudo xohlasa bugun bozor kunimi? Yo'q, 31. Bugun bozor kuni 31-iyul kuni. 31-iyul. Xudo xohlasa tashqarida bugun birinchi marta qattiq yomg'ir yog'di. Ko'ramiz, kelganingiz bahonangiz sharofatingiz bilan yog'di-da. Begona ham yomg'ir qattiq yog'yapti mana hozir. Kelaman mana ketadigan kunlarga kelganlarni qarang. Nasib qilgan kuni shu bugun ekan mana. Shu bugun keldik mana. Endi vaqt soat bo'ldi. Hamma qishloqlarga salom. Bizni so'raganlar, bilgan, bilmagan. Katta kuchli yigitlar ham akamlar bilan ishlaydigan bolalar bor. Endi men ularni otlarini bilmayman. Borib turaman oldilari. Xudo xolasa, akamlar taniysiz? Akamlar Taniyman. hammalari bilan birga. Akamlar bilan tengdoshsiz-da, katta akamlar bilan ikkalari tengdosh. Mana akajonim keldilar, mana bir o'zlari emas, mana o'zlarini juftlari bilan kelmayapsan chetdalar. Shu o'tirganingizda o'sha aslida kifoya. Mana oilani Namanjon oilasini to'ldirib o'tirishibdilar, mana oyijonim, mehribonim shetdalar. Bu kunlarga nima yetsa endi? Qani shularni bir aksga olib qo'ysam agar. Oyijon menga bir qarang-chi. Suratga tushdi. Bobosham jetda, hali uxlagan yerim. Bugün can uxlagan yo'q, ha? Uyda o'tirdi. Bobosh? Ha, joni. Ha, joni. Umrini bersin. Ye o'tiringlar, ha? Oling. Keling. Ha, maftirash bir ko'rsat joni. Qana maftirash? Ana maftirash. Ana. Suratga tushdi. Yana bitta vaqtda qanjani, bo'jo, yana bittasi. Ayang chanchal, ko'p charchatmaydi. Hozir sepor.
Biz katta yashab bog'imiz otini qo'yganmiz unda. Shuning uchun buni hech kim otini aytmaydi. Hammani o'zim deydi. Endi eshonbog'imda haligilarni qo'yganlar. Katta eshonbog'im otlarni qo'ygan. Senga ota ham esimizda yo'q. Faqat bobosh deymiz. U ham bor. Kuni Var namazı? Canlı yerden mi böyle? İş boşa, biz de o zaman doğranlar olacak. Ortaşlarında iş boşa eken kişi var, makamam var. Böyle iş yok, ha ne kadar? Doğraşlar şu an buğak gelip halen non tabi yapıyor. Şu an buğaklarla hemen non tabi yapıyor. Ko'pchiligini eshitamiz hali. Yo'l kirasiga tutuyor, keladigan. Nasibga odamlar yo'l kirasiga yer ichishga tutuyor. Shunga ham Xudoga shukrlar. Buna bizde şey yok, ne şey var? Ne kadar dokunmalar, dokunmalar. Dokunmalar, dokunmalar. Aynen. Bana çarpıda Aslında kırpmadan eve yaşarsın. Yok, hakikaten kurganlar ko'rsatilgan. Nafsiyatlarni ko'plar. Mana shu. Ana shu joydasan. Ana shu qilsalar shuni bajarmoqchi. Kumda aynı taraflara. Şimdi yakınlasın diyorum. Aldılar aytmanlaring mana shunday yonimizdagi, narigi yonimizdagi 3-da mana uzilishda yurdi. Şimdi ham eshitdimki endi çok Jangan pernah coba mana oyangda ayni hozircha yursin shaqay. Kiran topilgan. Jadi yang mana laga lambe bor. Boş ne yapar? 5-6 ismi molimiz sotaverdik nima bo'ldi? Hasanjon mana bugun yana davrani to'ldirdilar. O'tirgan davramiz mana
akajonimiz bilan o'tirgan davramizni yana to'ldirdilar mana. Boyning gapini bojnay. O'z oilalari bilan mana umr yo'ldoshlari o'sha qarichilar mana birga o'tirib ekanlar. Chiqadiradi bitta qani tushiraylik chiqani bismillahirrohmanirrohim. O'sha o'rtamni bolasi deydi-da. Sana dedik, yosh bola edi. Ya bo'ldi, sotib oldik. Telefon olish kerak. Endi rahmatli doğamızı malını satamoqchi bo'ldik, navbatlarni bir xolis odam keladi, bozor ko'rgan odam. Mana otam bilan namoz qilolmaydilarki, shu Xudoga boyin chaqirib keldi, shu dedi, xolis odam dedi. Shu odam eng xolis edi, shu bozorchi ko'rgandi. Bog'ni olib keldik, uyimiz molni yetalab keldik. Hali yosh boladan hali mol sudrab ketadi bizga, biz mashina yaqin tortamiz. Keyin nima bo'ldiki, 730 so'm pul qildilar shunda. U paytda hech narsa pul emas, temir qonda bolasi bilan. Uyni molni sotib, lekin shu moldan baraka topdim-da. Oxir oqibat bo'ldi, mana ukamni o'ylaganda, shu molni bolasini bolasi molam bilar ekanda. Zafar ukamni o'ylayotganda, bunda qadras pul o'zgaradigan paytda qoldi. Mol balabatda ana bu qoldi. Molni sotdik, mol yugurib yig'lab ketdi-da. Shu molni puliga bir haftadan keyin bitta qo'yib oldi. Zafar ukam to'ydi. Shu paytda o'g'illarni qo'shib oldim. Nima bo'lsa? O bolam olgan mol shunaqa baraka bo'ldi, undan keyin 5-6 mol bola bo'lib, molni eng kichkina farzandi yig'lab ketdi-da. Biz molni sotdik, bir haftadan keyin bitta qo'yib oldik, qo'chqor oldik. Pul o'zgarib ketgan. Kelin. Nima uchun? Bolam berganlarda shuncha o'shandan bolamni eslab qolganman-da. O'zim mashinali bolacha edim-da. Mashinali bolacha edim. Unda hali sinfdoshim kim, boshqa bilmasdim. Ota-onam mol bilan. O'shandan keyin o'rtamdagi she'rzor. Birinchi o'rtam she'rlari kommunizm sarligi hamda yozgan. Chiq soat kunlari yo'qdir intilar. Ikki xilasi bilmayman. Lekin o'sha paytda kommunizm sarda Mehrdobod qishlog'ining Olik Kashay maktabining 5 sinf o'quvchisi Fatih Ramazonning she'rlari. Chiq soat kunlari yo'qdir intilar. Ikkitasi ikkitasi ular o'zlari aytdi. Lekin kommunizm sarida chiqqandi. Biz endi u paytda yosh bola edik, azlashardik, maslahat qilardik. Rahmali shoir derdik, rahmali o'rtog'imiz zulqardi. Rahmali o'rtam qilmoqda bari kulardi. Shu odati bor. To'laqoli dushaymonki tixonani tutib, deb baqiraverardi. Bisimda o'xshi 5, hammadan 5. Lekin rahmali o'rtam egamga qilib qo'yaverdi. Kulardi. Shu ham o'tib qolgan. Ajoyib bola. Men nima demoqchiman? Mana o'rtam nima ishga ishlaganimizda ketardi. Ular vaqtgacha uchamiz, cho'kishamiz, yomon gaplarimiz. Aytaman do'stim, men yomon gapirsa menga xafa bo'lmang. Siz yomon gapirsa menga xafa bo'lmang. Siz ham men ham o'rtog'imiz do'stmiz. Birimizga xatomizni betimizga aytaylik. Ayibimizni betimizga aytaylik. To'g'ri, o'rtam qiynaldi, boshqa bo'ldi, balabatda bizlar ham qiynalganman. Qiynalmagan odam o'zi yo'q. Xudo uchun o'rtam. O'zi yo'q. Hammasi yetarli. Xudo uchun ham o'zi yo'q, hamma yetarli. Shu bizga yaxshi telefon bor, telefon turing. Yarim kechasi bilmay 2 telefon. O'rta qaraysiz, yaxshi. Agar kay bo'lib bo'lsa bo'ldi. 2 soat o'rtamda gaplashamiz. O'rta qaraysiz deb. İşte olsa yetersiz telefon qilaman. Nima demoqchi? Mana shu bego'da shaharda akam bor, ukam bor. Akam bor, ukam bor. Vaqt kelsa do'sting ham kerak bo'lib qoladi shetda. Kim kerak? Do'sting kerak. Mayda, o'rta. Men bo'y bo'lay. Hozir bo'yman. Bayochiman, misol deyman-da. Masalan, bugun siz bo'ysiz, siz prezident. Ertaga men qamoqqa siqaman. Lekin bu gap pulda emas. Do'stligida. Ertaga biz
Bugün boy kamal olsun ertaga baribir birga bo'laylik. Bir-birimizga yordam beraylik. Boyazlar. Do'stlik o'shanda deyman. Bugün sizni amalingizga men ishonmayman. Siz meni amalimga ishonmaysiz. Shu o'tgan davrlardagi yallig'larni aytib bersangiz. Boshqalarga islayman, hozir esimda borda. Shuni chiroyli mollar berdi bizga 730 so'mga. Hali sayyish bugün 730 so'mga. Hali hech kim esimda. Aytmoqchi edimki, juda do'stlarim bor. Samimona bir gapni aytmoqchimanki, samimiy chin ko'ngilda aytmoqchiman. O'zlari ham samimiy yigit ekanda. Shu olijanob xislatlari bor ekan bu inson. Shu insonni yaxshi tarafini eslab qolar ekan. Qaysi bir yaxshi taraflarini eslab qolar ekanlar, yomon tarafni hech gapirmaydi. Faqat shu yaxshi tarafni gapiradi. Shu olijanob xislatlari ilim, masalan, hamma o'zlaridan hozir. Mana shu ko'rgan. Aka, oila. Mana shu kadrda tushib chiqadi. Hadi. Bo'ldi. Ishlayapsizmi? O'rda? Ketdimi? Qani. Yo'q, yo'q. Yuzini bittasiga bilsa qilsangiz eslab qoladi. Shuncha qilaylik yaxshilik har doim. Ha, desin yashang. Otasidan video chiqmoqchisiz. Kameraga olishga zo'r bo'ldi ular. Birinchi ular kamerani yotganda Toshkentdan ko'rib olib yana jo'natdilar, ha? Ha, o'zi bir kun ichida Rayishgan молодец. qishloqqa borib, ertaga olib kelib yonib olib. Masafaga nima bo'lsin? Qaytib ketadi xohlasa. Qaytib ketadi xohlasa. Rahmat deganlaringizga. Senga ham. Keyinroq aytasizlar. Ayni borishimiz kerak bo'lsa o'tiraverardik. Yoqqa boradi. Havo ismasdan yetib oladi. Dadamlarni hammalarini so'rab. Xo'p, mayli. Mayli. Bor narsalar. Mayli, yaxshi bor. Albatta bor. Qadlayda boraman. Assalomu alaykum xolajonim. Xolajonim. Bizam Mana ko'rib shuncha so'yindi, iloyim hammasi bedar bo'lsin. Yaxshi ishlar, pulni ko'p olib kelsin. To'ylab bor bitta qancha misol. To'ylarga Tusnaljonim iloyim hammasini ishini barobardan bersin. Hammalarni so'rab qo'ygan iloyim hammasi bedar bo'lsin. Dugonani yaxshilaylik. hozir kelin boshqa telefon qildilar. Holi yetib bormoqdilar. Ha, Nomonjon. Ya, ular nimada? Lozimni o'tkazib keyin biz hech qarindoshlar bilan o'taman olishga kerak. Sizlar non toldingmi, Nejim? Ha? Nakul. Sana bir şey bıraktım. Kaça buraya çıkayım? Muhammed bu da. Diyor. Bana morlar Molla bilan, ha. Hem o şimdi diyor. Benim eşim. Yok, Muhammed. Bu şekilde madem. Sizde işler. Sizde işler. Asla. Ya bismillah.
Bana burada gözleşkine benim bir-birini borib Xayr, xo'jam. Xayr bo'lmasa. Xayr, Xurshidjon. Mayli, Shukurjon. Mayli. Xo'psizlar. Xo'psizlar. Kechasi ertash vaqtida nimaga sabab uyda bo'ladi. Hammani akalarni ko'radi, barni borib. O'shani ko'tarib qo'ying, tog'a. Bari yaxshi ekan deysiz. O'larkanmi? Ha, bo'lsa mayli. Xabar beradi. Esirmaga to'sara. Nomonga xabar beradi, nomonga o'zim beradi deyga. Xabar beradi, shu esirmaga ya bo'lsa, o'zim Chiroy chiqib bordi, ko'zlar o'zg'oldi, endi so'rashlar, hayron qo'ydilar. o'zi joyida xushmasdim. Sog'in joyda yaxshi emasmi? Sog'in joyda yaxshi. Hozir yashayotgan Suvimiz bor, obodda. Siz suyunib olib Ha, varida bir suvimiz bor. Hamlalar pişdimi? Ha, pomidor qozonib bo'lyapti. Tashladigan kunisiz-da. Oğlum şu banka yoktu, ne kadar? Boşça bulman geldi, boramada kimciler o'zi. Keyfiyati o'zi. Sizdan pastada suv kammi? Biz yuqorimizda kam. Ha, yuqoringizda kam. Bu tepa tarafı. Ha, bu yoqda. Tepa taraflarda kam. Sizning buloq suv deymi? Hammasi bizni buloq suvi boshqa suv yo'q. Ariq suv. Ariq buloq suv. Bu damdagi damlar suvi kammi? Damdagi odamlardan keladi. Damlardan bergan kamkamga o'chog'lardan. Yurtimiz ichadilar yo'q. O'shadagilar. Qo'shaylik ham mana shundayda. Buloq suv bizda bor xolos-da, boshqa bizga titan suv kelmaydi. Sizlarga qo'l bergan qizilli aqmoni buloq suv azaldan ko'p-da. Hamma buloq suv. Suvlari juda mazali ekanda. Suvlaringiz. Noxona. Bugun endi xudo xolasa o'zi mana qaytsangiz, o'rtaga biz Sobirjonga biz salomimizni yetkazasiz. Hammamiz sevgimiz, qo'yimiz borib Muxtorjonga, hamda menga, Ilhomjonga, Nevalarxon, Sobirjonga. mana biz rasmimiz tushyapti. Ha, mana ertag'imizdan xudo xolasa safarga chiqqanlar. Hamma baxtim bilan boring. Keling. Ko'rasizlar esa hozir. Sabah barib so'raydi. Bak, bo'lib kelibsiz, ertaga o'rdingiz. Ha, erta shu soat 7da bor. Mayli. Qizil ham ilgaridan yaxshi bo'lib qoldi. Men ham ilgari turiblar olam yo'lda. Hozir 90 rejimi boshida bor ekan. Avtobus vaqtiga borgan ekanman, avtobus. Kuchlarda mana javob chiqdilar bizga. Mashina oldi. Yakin. Otarova, onunla davranışlar yaxshi. Borasiz, kelasiz. Endi qizim mana amaga o'tiraylarni. Bolalarni olib, xizmatlarini qilib. Ha, to'y yigitlar kelgancha mana shu. Endi qolgan nimada? Kampir duosini olsalarni xudo xolasa. Aql opimdan sen kecha aql bor, non yo'qsa non bor, rahmat qilaman. Albatta. Endi mana shu akam aytdilarki, nimani qilyapsan-u, bunday yengil sanga bo'lmaydi. Keyin shu bu achchilik bala shu bunlarni qilavering. Hammadan keyin ular olisdan qildingiz, bittasi yaqindan qiling. Hozir yaxshi kelim shu bo'lib qoldi hozir mana. Mana ularni to'g'ri shu maqsadlarning sal nimani qiladi, o'jali qiladi. Hozir shu kelimlar yaxshi. Mana hozir uni aytdim ularga. O'g'illarni shunday qilingki, o'gaylik bildirmaydi. Mana shunday bo'lishadi, mana. Ha, shunday qilingki, shu ular mehr qo'yadi. o'zingizni bolangizni ursangiz uni urishmang. Shunda mana oyog'i shunda katta qiladi. Bolalarni keyin ham katta qildi. Shu bolalar keyin ertaga u kishi urishmaydi-da. Doim yaxshi ko'radi keyin. O'g'il bola Tolibjonda, o'g'il bola nima? Har bir bo'lsa 22 da xayr bo'lsa. Ya pul tovushi ishiladi qo'g'illar. Ya Moskvaga ketadi, ya bir yaxshi qiz bola emas-ku. Xudo qolib bular yaxshi qilsangiz, mana shunday deyapman-da. Yo'q, bu bolalar zarar qilmaysiz bularni.
Chiroyli bularga aytdim, o'lib qo'ydim. Bolalar uyga yotsinmang. Haydang uyga balaga boqsin. Bitta buni nima Ismoilni o'zi boqolmaydi. Charchab qoladi, bola. Quvadi. Quvgandan keyin, quvgandan